Endiki leksiyamizin mavzusi mundaq hurmatli vatandosh. Jungo Amerikaning yarim o'tkazgich mahsulotlarini texnika ko'plab setib olib, Amerika Jungo savdosidagi qizil raqamni azaytish masalasini o'tirib qo'ydi. Jungo o'tirib qo'ydi mavzuli xabar 3-oyning 26-kuni Dovet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Jungo Amerika Jungo o'tirishidagi savdo sirkulashini azaytish hamda Amerika Jungo savdo urushini oyoqlashtirish uchun bir qator tadbirlarni qo'llandi. Angliya pul muomala gazeti 3-oyning 16-kuni xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Jungo Koreyadan, Tayvandan setib oladigan bir qism yarim o'tkazgich mahsulotlarni ularni qoldirib qo'yib, ya'ni Tayvan bilan Koreyani qoldirib qo'yib, Amerikadan setib olishni o'tirib qo'ydi. Bunday qilish orqali Amerika Jungo o'tirisidagi qizil raqamni azaytmoqchi bo'ldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo aloqador taraflar 5-oydan burun chet el pul muomala guruhining Jungoning ichki qismida paychak, zayom va ko'plagan paychak huquqi ega bo'lishga ruxsat qiladigan yangi belgilanmalarni e'lon qildi. Jungo 5-oyning oxirida, shunday dedimi? 5-oydan burun 4-oy ichida e'lon qildi. Demak, bu yerda diqqat qiling, oxirida yana bir leksiyada shuni so'zlaymiz, bu nima gap? Masalan, chet el shirkatlari va chet el moliya guruhi ochiq aytganda yoki chet el pul muomala guruhi Jungoning pul muomala sistemasiga kirish. Bu ayni vaqtda 2001-yili Jungo Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirganda Dunyo savdo tashkilotining nizomnomasi, qoidasi va savdo qonunlari qatorida o'tirib qo'yilgan masala va shuning uchun shu qo'yilgan masalalarga Jungo hukumatı shu vaqtda imzo qo'ygan masala. Bugun to'g'ri 17 yil o'tdi. Mushu masala yana ko'tarilib chiqayotganda qaraganda shuning ishiningki Jungo 17 yil mutahamlik qildi yoki oldi. Amerika 17 yil bu ishga qarab turdi deb xulosa ruxsat qiladigan yangi belgilanmalarni 5-oydan burun e'lon qilindi. Demak, pul muomalaga bu 4-oy ichida e'lon qildi ekan. Filmborg agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Aqsaray savdo ishlari maslahatchisi Peter Navarro mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Steven Mnuchin va Amerika savdo vakili ishxonasi Jungo bilan aktiv uchrashyapti. Biroq Jungoning mablag' so'lashini cheklash tez orada e'lon qilindi. Jungoning endi Amerikaga mablag' so'lashini cheklash tez orada e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 2018-yili Amerika Jungo savdosidagi qizil raqamni 100 milliard dollar chamasiga tushirishni umid qilgan edi. Yana bir xabar. Aqsarayga yangi tayinlangan davlat bexatarligi maslahatchisi, xatarlik personaj mavzuli xabar 3-oyning 26-kuni Dovet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 3-oyning 23-kuni John Bolton apandimni McMasterning o'rniga davlat bexatarligi maslahatchisi qilib tayinladi. Tayinlash 4-oyning 9-kuni rasmiy kuchga ega bo'ldi. Bu xabar xalqaro jamiyatda intayin qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. G'ulg'ulaning qo'zg'alishi sobiq davlat bexatarligi maslahatchisining vazifasidan qoldirilishi emas, balki bu kishi allaqachon Aqsarayda xodimlarni almashtirish tizimligiga kirgizilib bo'lgan edi. Balki davlat bexatarligi maslahatchiligiga yangidan tayinlangan kishining intayin xatarlik kishi ekanligidan iborat bu ish xalqaro jamiyatda qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. Davlat bexatarlik maslahatchiligi yangidan tayinlangan John Bolton sobiq prezident bosh hukumati davrida muavin davlat ishlar kotibi bo'lgan. Harbiy ishlarga mas'ul qilingan.
Uningdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili qilib tayinlangan. Vazifasidan ayrilgandan keyin Jon Bolton davomli yangi konservativlar muhokama yig'inlariga qatnashib, matbuotda maqolalar e'lon qilib, sobiq prezident Obamaning diplomatiya sohasidagi ojizligini davomli tanqidlagan. Amerika bilan Chavshanning yuqori darajaliklar suhbatini qo'llaymiz. Kichik mavzu. Kechiringlar. Amerika bilan Chavshanning yuqori darajaliklar suhbatini qo'llamadi. Jon Bolton Amerika bilan Chavshanning yuqori darajaliklar suhbatini qo'llamadi. Bolton Chavshanni qattiq jazolashni tashabbus qildi. Chavshan hokimiyati xatarlik, shafqatsiz deb ayblab, prezident Trumpning Chavshan bilan tinchlik suhbati o'tkazishini qo'llamadi. 2018-yil 2-oyda Volkutsi gazetining maxsus sonida Chavshanga mudofaa xarakterli hujum qilishni tilga oldi. Wall Street gazetining maxsus stoniga maqola yozib, Chavshanga mudofaa xarakterli hujum qilishni qo'lladi yoki tilga oldi. Erkin Aziya radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilgan Washington Chavshanga iqtisodiy jihat yo'l qo'ymaslik kerak dedi Jon Bolton va Chavshan hokimiyatini almashtirishni ta'kidladi. Erkin Aziya radiosining muxbiri nutq berganda bugun Oqsaroyga davlat bexatarligi bo'yicha maslahatchi bo'lib tayinlangan Jon Bolton nima dedi? Chavshan hokimiyatini almashtirish kerak deb ta'kidladi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Bu ishlar 5-oyda o'tkaziladigan Amerika Chavshan suhbatiga o'zgarish elib kelibla qolmasdan, balki butkul Osiyo Tinch okean rayonining strategik bexatarligi bo'yicha o'rinlashtirishga zo'r o'zgarish elib keladi. Jon Bolton bir jungo siyosatini tashabbus qilmaydi. Jon Bolton bir jungo siyosatini tashabbus qilmaydi. Bolton bir jungo prinsipini tashabbus qilmaydi. Amerika bilan Tayvanning diplomatik munosabat o'rnatishini qo'llaydi. Washingtonning Tayvan kartini o'ynashini taklif qiladi. Jon Bolton 2016-yili Volkutsi gazetida obzor e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Hozir Amerika jungo munosabatini o'zgartiradigan vaqtga yetib keldi. Hozir jungo Amerika munosabatini o'zgartiradigan vaqtga yetib keldi. Bu balki mujmal bir jungo siyosatini o'zgartirish yoki bir jungo siyosatidan voz kechishga berib taqaladi. Hamda texmi uzun musofirlik tadbirga, hamda Beijingning Janubiy dengiz, Sharqiy dengizda siyosiy harbiy ishlar jihatda nihoyat tez kengaymichilik qilayotganligiga berib taqaladi. Bolton vazifaga o'ltirganda Amerika bilan jungoning atrofliq umumiy yuzlik munosabat o'rnatishiga haydakchilik qiladi. Bolton vazifaga o'ltirganda Tayvan bilan Amerikaning atrofliq kechiringlarmi? Tayvan bilan Amerikaning atrofliq umumyuzlik munosabat o'rnatishiga haydakchilik qiladi. Balki Amerika Tayvan atrofliq kuzatish mumkin. Balki Amerika Tayvanni endi atrofliq kuzatishi nazarga olishi mumkin. Demak, Boltonni vazifaga tayinlash prezident Trump hukumatining qattiq qo'l maydonini texmi chingitadi, kuchaytiradi. Jon Boltonni Oqsaroyda davlat bexatarligi maslahatchiligiga tayinlash prezident Trump hukumatining qattiq qo'l maydonini texmi chingitadi, kuchaytiradi. Jungo bilan haqiqiy ma'noda geopolitik raqobat bo'yicha elishishdan darak berdi. Demak, Jon Boltonni maxfiy davlat bexatarligi maslahatchiligiga tayinlash eng oxirida nima deydi xabarning? Jungo bilan endilikda haqiqiy ma'noda geopolitik, haqiqiy ma'noda
geopolitik raqobat bo'yicha elishishdan darak berdi.